Lekin musulmonlarda ongni zaharlash degan lug'at bormi? Musulmonlarda ongni zaharlash, ehtiyot bo'l, ongingni zaharlab qo'yadi degan narsa ishlatiladimi? Desa, tarix davomida vallohu alam men hech ham bir tarixda shunaqa gapni aytganlarni ko'rmadim, eshitmadim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiq bahsga chaqirgan. Mushriki bo'lsin, kofiri bo'lsin, ahli kitoblari bo'lsin, xristian, nasoro hammasini chaqirgan. Kelinglar degan. O Najrondan chaqirgan, Misrdan chaqirgan, o Shomdan chaqirgan. Kelinglar mana, o'tiringlar, gaplashamiz. Zaharlaylar biz ongimizni, mana sizlar bilan gaplashamiz. Yahudi yahudcha gapini gapiryapti, mushrik mushrikcha gapini. Musulmonning ongi zaharlanib qolmayapti, haligini eshityapti hammasini. Va ularga to'g'ri yechimlarni beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotga qarshi fikr bildirganlarda hammasini fikrlarini eshitar edi, gapirdi yerda. Utba ibn Robiya kelib aytadi: "O jiyanim, senga bir ikki takliflar olib keldik biz qavm bilan kelishib. Shuni aytaylik, ma'qul bo'lsang, sen bilan kelishamiz." desa, "Qani o'tir, ayt." Eshityapti. "Yo'q, men ongim zaharlanib qoladi, sizlar mushriklar. Sizlar bilan gaplashib qo'ysam, men bo'ldi, adashib qolaman men." demayapti. Birorta sahoba ham mana shunaqangi gapni aytmayapti. Sahobalardan keyin tobiinlar, tobiinlar, keyingi solih kishilar orasida birorta meni ongim zaharlanib qoladi sen bilan gaplashsam degan bir ko'zga ko'rinarli birorta inson yo'q ekan. Bo'lmagan ekan tarixda. Musulmonlarning lug'atida ham ehtiyot bo'linglar boshqalar bilan gaplashishlikda, onginglar zaharlanib qolmasin deb hech kimni ogohlantirmagan ekan. Allohning kitobi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini qarab chiqsak, har doim vajadiluhum billati hiya ahsan deb sen bilan bahslashadigan insonlar bilan chiroyli suratda munozara qilgin degan ekan. Ya'ni boshqa aqida egalari, boshqa o'sha biz ularni buzuq fikr egalari deyotgan odamlarni bahsga tortib chiroyli u bilan munozara qilishlikka chaqirgan. Mana bu bizning dinimiz, ya'ni islom dini odamlarni onging zaharlanib qoladi deb qo'rqitmaydi. Endi sabab borda, nimaga? Musulmon odam ham shu ta'sirlanib qolishi mumkinmi begona fikrdan desa, yo'q. Musulmon agar o'zi rostmana musulmon bo'lsa, hech qachon u begona fikrdan ta'sirlanmaydi. Nimaga? Nimaga deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, men sizlarni tuni kunduzidan ko'ra yorug'roq yo'lda ustida tashlab ketyapman deyapti. Bundan adashmaydi hech kim esa, oyat, hadislar qator-qator turibdi hammasi. Shularni qaraydi, narigi odamning gapini solishtiradi, ikkalasini qo'yib yechib oladi. Ya'ni bu ongni zaharlashga nisbatan aytilayotgan gap. Ong zaharlanmaydi. Mo'min odamning ongi zaharlanmaydi. Uni har qancha kelib birovlar boshqa fikrni bildirsa ham, xristian bilan kelib gaplashsa, xristian bo'lib qolib, mushrik bilan gaplashsa, mushrik bo'lib qolib, demokrat bilan gaplashsa, demokrat bo'lib qolib, o'shnaqa bo'lib ketavermaydi. Agar islomini tushunsa, uni ongi hech ham zaharlanmaydi, tashqaridan bergan fikrga ergashmaydi. Qaytaga narigi odamga islom fikrlarini berib, ularni islomdan ta'sirlantiradi. Hech turmalarda ham alohida qilib, bularni boshqalar bilan gaplashtirmayotganligi, islomiy fikrlarni bersa, u ta'sirli bo'lib, narigilar islom fikrlarini ta'siriga tushib qolishlikdan bugun butun jamiyat qo'rqyapti. Qiziq narsa-da. Hali jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashamiz deyotgan odamlarni bu ma'rifatlari bu. Bu ma'rifatlari qanaqa ma'rifat desang, ongini zaharlab qo'yadi, ehtiyot bo'l gaplashgani. Shu kurashmi? Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish degani bu kurash bo'ladi. Sen borini tasha, gapir, ayt. Men ham borini aytib tashayman, solishtiramiz. Mana u kurash. Endi ehtiyot bo'l, bular bilan gaplashma. Endi u fosiq, kofir, mushriklardan endi musulmon jamoatlar orasiga ham shunaqa gaplar singdirib yuborishdi, aytaverib. Ularni fasl qilish kerak, ular bilan gaplashmash kerak, boshqa qilish kerak. Tarixda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, avvalgi payg'ambarlar, sahobalar birortasi gaplashmayman, ta'sirlanib qolaman sen bilan gaplashsam, shu sababdan ongim zaharlanmasin deb gaplashmayman degan tarixda birorta iymon ahli bo'lmagan. Ong zaharlanadigan narsa emas. U to'g'ri fikr kelsa to'g'ri deb qabul qiladi,
noto'g'rini ko'rsa, noto'g'ri deb ajratadi. Shu ikkalasini ajratadigan shunaqangi imkoniyatni Alloh aqlni xususiyatida yaratib qo'ygan. Va hadaynahun najdayni, biz insonga ikkita yo'lni ko'rsatib qo'ydik. Ya'ni yaxshi yomonni aql qaraydi, bu yaxshi ekan, bu yomon ekan deydi. Endi ongni zaharlanishi degan narsani bugungi kunda onglarini zaharlab har xil yo'llarga, hatto boringki yurtiga xiyonat qilishgacha majbur qilayotgan, o'zini musulmon deyotgan odamlar bor dedi tepada. Birodarimiz savolida. Ongni zaharlab har xil yo'llarga odamlarni sovolsa bo'ladimi desa, bugungi kunda shunaqalik gipnoz holatlari bor. Birovni bir gipnoz qilib, unda ham ma'lum bir ta'sir asosida, ma'lum bir muddatga, o'shunda ham ma'lum bir odamlarda hammani yoppasiga gipnoz qilib bo'lmaydi. O'sha ularda aytayotgan gipnoz degan ilmi ham yoppasiga insoniyatni gipnoz qilib bo'lmaydi. Ma'lum bir suratda, ma'lum bir masofada turib yaqinlikda unga shunaqa bir gipnoz o'tkazishadi. Endi yuqorida 18 yildan beri qamalib o'tirganlarni yaqinda televideniyega olib chiqib, nima deysizlar, shuncha sizlarni qamadi dedi. Nohaq qamadi, biz aybsiz odamlarmiz. Biz o'z dinimiz bilan yashashlik talab qildik, xolos, boshqa gap gapirmadik. Qurol ham yo'q edi, hech narsamiz yo'q edi. Faqat aytdik, Alloh subhanahu va taolo aytgan dinman yashayman dedi. Mana xohlaganlar yana qaytib ko'rishi mumkin o'shalardan. Desa bularda ongi zaharlanib qolgan. Nima? Mo'min odam islomdan yashayman desa ongi zaharlangan bo'ladimi? Ya'ni qiziq joyi gipnoz bo'lib qolgan bo'lsa 18 yildan beri shu gipnoz ta'siri turibdimi? Nimaga endi bu yerda odamga katta baho beryapsan? Bu ham inson u adashadi-yu, yanglishadi-yu degan hozir savollar, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Shularga nisbatan javob. Inson balog'atga yetib, aqli kirgandan keyin islom dini bunaqa odamni mukallaf deydi, ya'ni shariat ishlari talab qilinadigan odam deydi. Balog'atga yetishligi va aqli kirishligi. Islomda balog'at deb erkak kishilarda ehtilom bo'lib tushida o'sha bulg'anib qolishligini, ayollarda hayz yoshiga yetishini aytadi. Aqlli deb bir narsani farqiga boradigan bo'lib qolishligini aytadi. Bu 5 so'm, bu 1 so'm desa, 1 so'mdan 5 so'mni farqiga boradigan odam aqlli odam, ha demak ajratyapti. Bunisi bundan yaxshiroq, bunisi bundan yomonroq degan. Endi mana shu odamni shariat qaysi ko'zman qaraydi desa, mukallaf, ya'ni shariat ishlarining ustida javobgar odam deb qaraydi, ya'ni javobgar deb qaraydi. Unali talpa bir bunday olomon deb qaramaydi. Bittasi ongini zaharlasa olomon bo'yicha boshqa yoqqa ketib qoladigan, yana bittasi zaharlasa bu tarafga ketib qoladigan deb qaramaydi islom. Islom har bitta insonni alohida qaraydi. Kullu nafsin bima kasabat rahina deb. Har bitta inson qiyomat kunida qilgan ishlarining ustida o'zi javob beradi deb qaraydi. O'zi javob beradi. Haligi ustozlarim bilan birga o'tirib olib, ustoz siz javob berib qo'ying qolganiga demaydi. Qiyomat kunida har bitta Alijonam, Valijonam, Ahmadjonam o'zi javob beradi. Demak, Alloh bergan aqli bo'lsa, ajratib olishlikka imkoniyati bor edi mo Ahmadjonda. O'shuning uchun javob beradi. Agar o'shnaqa bo'lmasdan Ahmadjonda aql yo'q bo'lsa, jinni bo'lsa, javob bermaydi. Ha, bu jinni edi, bu javob bermaydi. G'oyri mukallaf edi bu, ya'ni mukallaf emas edi bu deb turib, buni mukofotini beriladi, dunyodagisi sinov bo'ladi. Aqlli inson bo'lsa-chi, uni hisob qiladi. Yo, men aqlli edim-ku, lekin kim boshlasa ketaverar edim. Shu boshlaganlarni olib kelib hisob kitob qiling deydi o'zi. Lekin bu gapi o'tmaydi. Qiyomat kunida shunaqa aytadiganlar bo'ladi. Bizni ergashtirganlar ergashdi desa, u gapi o'tmaydi. Nimaga o'tmaydi desa, buni bo'ynidagi narsa ergashtirsa ketaverishlik emas edi. Demak, bu inson o'zi hal qiladigan imkoniyati bor inson. Shuning uchun buni ongini zaharlab qo'ydi, buni gipnoz qilib yetalab ketdi degan gap yotmaydi. Bo'lib ham bir yo'lga, yo'nalishga. Bugungi kunda o'sha jihodiy jamoalarda boshqa tashqaridagi chiqib ketgan odamlarni O'zbekiston televideniyasidan tinmasdan O'zbekiston hukumatı yomonlaydi, qoralaydi. Ana shu chiqib ketgan odamlar bir narsaga qanoat hosil qilibdi, chiqib ketibdi. Bu yurtdagi bir narsadan noroziki chiqib ketibdi. Kim issiq joyini tashab, oilasini tashab, yaqinlarini tashab chiqib ketmaydi-da. Demak, qanoatlanibdi. Demak, o'sha chiqib ketgandagi narsasi mana bu yerdagi qolayotgan narsasidan ko'ra afzalroq degani uchun chiqib ketibdi.